Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsimizning 53-chi darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda tanvin va uningki qismlari bilan tanishib chiqamiz. Hamda arab tilidagi tanvin bir qancha turlik bo'ladi. Buning birinchisi tanvinut tamkin. Bu tanvinut tamkin degan nima deganda bu ismningki bir munsarif ekanligini bildiradigan tanvin. Deydi va huwa ma yadullu ala anna al-isma mutamakkinun fil i'rab bima'na annahu munsarif. Tanvinut tamkin deganimiz u ismning i'rabda mutamakkin ekanligini bildiradigan tanvin. Bu mutamakkin ekanligi degan qanda, ya'ni munsarif ekanligini bildiradigan. Chunki g'ayri munsarif degan tanvin kirmaydi. Ya'ni uning munsarif ekanligini bildiradigan tanvin. Bu munsarif ekanligini bildiradigan tanvinut tamkin i'robiy harakatlarni qabul qiladi. I'robiy harakatlarni qabul qildi degani pash tanvin, zivar tanvin, zir tanvin kelaydi degan. Masalan, zaydun, zaydan, zaydin. Mana biz zaydning oxirgi tanvinni qanday tanvin deymiz? Tanvinut tamkin deymiz. İkincisi tanvinut tankir. Ya'ni iniqsizning tanvini. Bu iniqsizning tanvini degan qanday tanvin deganda va huwa ma yadullu ala anna al-isma nakira. U ismning nakir ekanligini bildiradigan tanvin. Masalan, sahin. Sahin degan so'zdagi sah. Shunday sahin. Bu uskud degan ma'nodagi ism fe'l. Buning oxirgi tanvinimiz tanvin tankir deymiz. Iniqsiz ekanligini bildirish uchun kelgan tanvin deymiz. Uchinchisi tanvinul iwad. Bu tanvinul iwad degan nima desa, o'rnini to'ldirish uchun kelgan, o'rniga bir dalolat qilish uchun kelgan tanvin degan. Demak, bu tanvinning o'rnida asli bir gap bor. Bu gap chiqib ketib, shu gapga o'rnini to'liqlash uchun kelgan tanvin deymiz. Masalan, deydi va huwa ma yakunu iwadan anil mudaf ilayh. U mudaf ilayhdan o'rnini to'ldirib kelgan narsa. Iwaz degan gap o'rnini to'ldirib kelgan narsa. Masalan, deydi hina idin, yawma idin degan bu so'zlardagi idin, yawma idindagi tilni qanday tanvin desa, bu tanvinul iwaz deymiz. Bu nimadan iwaz, nimaning o'rnini to'ldirib kelgan desa, bu jumlaning asli hina id kana kada, yawma id kana kada. Hina idin shu vaqtda, yawma idin shu kunusda. Buning aslisi hina id kana kada. Ashunda bo'lgan vaqtda. Yawma id kana kada. Ashunda bo'lgan kunusda deydi. Demak, bu yerdagi muzofun ilayh chiqib ketib, ya'ni kana kada degan bu muzofun ilayh chiqib ketib, shuni o'rniga dalolat qilish uchun, muzofun ilayhga dalolat qilish uchun qanday qilgan kelgan tanvin deydi. Shuning uchun yawma idin deb qanday qilingan tanvin qilgan. To'rtinchisi tanvinul muqobila. Bu tanvinul muqobila degan qanday tanvin desa, bu odatda jami muannas salimga qo'shiladigan tanvin. Deydi, huwa at-tanvinul ladhi yulhaqu jam'al muannas salim. Bu jami muannas salim qo'shiladigan tanvin. Bu qanday nima uchun qo'shildi bu desa, muqobila uchun. Qanday muqobila uchun desa, masalan, muslimatun desa qancha harf? Mim, sin, lam, mim, alif, ta. 6 harf. Shunday go. Endi bu liqabila nun jam'al muzakkar salim. Endi bu nundagi muslimatundagi ta'dagi tanvin jam' muzakkar salimning nuniga udullish uchun muslimindagi. Demak, bu yerdagi muslimatundagi tanvin musliminadagi nunga udullish uchun, shuningga bir moslashish uchun, shuningga udullish uchun qanday kelgan tanvin deymiz. Endi tanvinningki 5-chi bir qismi bor va hunaka qismun xamis la yuxtassu bi ism. Ismga xos bo'lmagan 5-chi bir xil tanvin bor. O nimaga xos deganda va huwa tanvinut tarannum. O ohang tanvini. Bu odatda she'rlarning oxiriga qo'shiladi. Masalan, aqlil law ma'adila wal itaban. Itaban debcho. Bu yerda wal itaban bu axshin oxiri wal asaban deb fi'lning oxiriga qo'shilib kelib qoladi. Bu vaqtki bu she'rningki vazni uchun keldi deymiz, bu ismga xos emas. Demak, bu yerdagi aqlil law ma'adila wal itaban degandiki mushu itaban degan qofiyaga moslashtirish uchun buningdan keyin kelgan bir bayt bor, bu yerda yozilmay qolibdi. Shu baytda wal asaban deb va asaban deb fi'lning oxiriga tanvin qilib qolgan. Bu tanvinut tarannum, ya'ni ohang tanvini deb ataymiz. Bu
Bunun ko'nikmasi birincisi istahrijil asma'il munawwana va bayyin naw'at tanvin fi ma yali min al-jumal at-tali. Endi tanvin o'qilgan ismlarni chiqarasizlar va uningki tanvinning turini so'zlaysizlar. Masalan, iza wasalta ila al-bayti madha ta'mal hina idin. Agar uyga borsam shu vaqtda nima ish qilsa, bu jumlada tanvin o'qilgan ism qaysi? Hina idin. Buningdagi tanvin nimaning tanvini? Ayvazning tanvini deb. Mushu bo'yicha ayirasiz. Bugungi darsimiz va kitobimizning eng oxirgi darsi nunut tawkid ma'al fi'l. Ya'ni fi'l bilan bo'lgan ta'kidlashning nuni. Endi odatda fi'lni ta'kidlashning nun ekcho ta'kidligi bo'ladi. Fi'l qancha turlik bo'ladi? 3 turlik bo'ladi. Fi'l madi, fi'l mudari, fi'l amri. Ham ta'kidning nuni bilan 3 fi'lning hammani ta'kidligi bo'lamdi desa, yo'q. Ta'kidning nuni bilan deydi la yajuzu tawkidul madi mutlaqan. Fi'l madini mutlaq ta'kidligi olmaydi. Fi'l madini ta'kidlashning nun bilan qada qilolmaydi, mutlaq ta'kidligi olmaydi. Wa yajuzu tawkidul amri mutlaqan. Fi'l amrini mutlaq ta'kidligi bo'ladi. Ya'ni hammasini ta'kidligi bo'ladi. Fi'l amma fi'l mudari'ni yajibu va yajuzu va yamtani. Ya'ni fi'l mudari'ning 3 xil holati bor. Ta'kidlash vojib bo'lgan o'rin bor, ta'kidlash to'g'ri bo'lgan o'rin bor, ta'kidlash cheklangan o'rin bor. Unda bo'lsa, uni qanday ta'kidlaymiz, uni ta'kidlashning yo'li qanday deganda, nunut tawkid naw'an va tariqatu tawkidiha. Endi ta'kidlashning uni 2 xil bo'ladi. Birisi tashdidliq, ya'ni birisi yengil. Ya'ni sukunliq, yengil nonda. Uning ta'kidlashiningki yo'li deydi nunut tawkid faqila, ig'ir bo'lgan ta'kidlashning nuni, ya'ni tashdid qilgan ig'ir bo'lgan ta'kidning nuni mabniyatun ala al-fath. Nimaga mabni? Sizga bergan. Va nunut tawkid al-khafifa, endi yengillitilgan, ya'ni sukunliq ta'kidning nuni bu sukunga mabnidir. Bu birinchi qoida. İkincisi, endi bu qanday ta'kidlaymiz deganda, iza waqa'at nunut tawkid ba'da wawil jama'at al-madmum ma qablaha aw ya al-mukhataba al-maksur ma qablaha hudifata. Faqat endi biz ta'kidning nunni akilib fi'l mudari'ni yoki fi'l amrini ta'kidlamoqchi bo'lsak, agar ta'kidning nuni vawul jama'aninki, ya'ni ko'plikning o'zidan keyin kelsa, ko'plikning o'zining ilgirki narsani nima qilgan? Tashqi qilgan. Yoki ayollik ikkinchi shaxs birlikdan keyin kelsa, bu ayollik muxotab birinchi shaxsning ikkinchi shaxsningki ayollik birlikning beshini nima qilgan? Zero qilgan. Bunda holatga kelib qolsa, hudifata, ya'ni shu ta'kidning nundan ilgirki zero qilgan va tashqi qilgan vovul jamoat chiqib ketdi. Demak, jo'g'ini biz ta'kidlashning ta'kidning nunni akeldik. U ta'kidning nunning oldida vovul jamoat bo'lsa, ilgisini nima qilgan? Tashqi qilgan. Yoki muxotabatning yosi bo'lsa, ikkinchi shaxs ayollikning birligining yosi bo'lib, uning ilgisini nima qilgan bo'lsa, zero qilgan bo'lsa, qaysi ikkilisi? Vovul jamoat va muxotaba ayollik ikkinchi shaxs birligining yosi tushib ketadi. Huzifata degani ikkilisi qanday qildi? Tushib ketadi. Masalan, uktubu degan bu fe'l amriga biz ta'kidlashning nunni akirmoqchi bo'lsak, bu nunning oldidan bo'lgan uktubu degan vov ekan, vovul jamoa ekan. Vovul jamoaning ilgirki harfi nima qilibdi? Tashqi qilibdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi vovul jamoani qanday qilamiz? Tashlab o'tamiz, undan keyin ta'kidlaymiz. Nima bo'ladi? Uktubunna bo'ladi. Yezinglar deb ta'kidlangan shakli bo'ladi. Ta'kidlangan shakli bo'ladi. Endi muxotib ikkinchi shaxs ayollik birlik shaklicha uktubi. Yani uktubi shundaqo. Uktubida oxirida muxotabaning yasi bor. Uning ilgirki narsa shu zira qilgan. Bunda vaqtda muxotabaning yasini tashlab o'tamiz, nima bo'ladi? Uktubinna bo'ladi. Yezing ayol degan. Endi uchinchi qoida al-mudari'ul mufrad tulhaquhu nun duna taghyir. Endi mudari mufradga tazhabu, yazhabu, taktubu deganga o'xshagan mudari birlikka uningga ta'kidning nuni o'zgartish qilmasdan qo'shiladi. Masalan, lataktubanna wajibat. Endi agar fe'lning oxirisi alif bilan kesal harf bo'lgan fe'l bo'lsa, fe'lning oxirisida
qisqartirilib alif bo'lgan kasal harfli fe'l bo'lib qolsa, masalan sa'a yasqa deganga o'xshagan. Sa'a oxirida-chu alif bor, kasal harf bor. Mana mushunga o'xshagan fe'l bo'lib qolsa, to'qlabu ya'an 'inda tawkid. Bu alif ta'kidlagan vaqtimizda ya almashtiradi. Nima bo'ladi? Sa'a yasqa shundago la tas'ayanna ilal khayr, la tas'ayanna datchu. Bu yerdagi alif ya o'zgartirildi deymiz. Endi bu yerda fe'l mudori'ni biz lamni akirdik. Nima uchun lamni akiramiz? Biz buni tuanda so'zlaymiz. To'rtinchisi, endi ayollikni ko'plikka, ya'ni mudori'ning ayollik ko'pligiga ta'kidlashni nun nakirsa qanday akiramiz deganda, idza walla nunun nuswa nunut tawkid mushaddada wajaba al-fasl baynahuma bil alif. Endi nunun nuswa tashdiqliq tavkidning nuniga ikkisi bir yerga kelib qolsa, iyulab qolsa degani bir yerga kelib qolsa, u ikkisining o'rtasini alif bilan ayirib o'tish vojib bo'ladi. Masalan, yaktubna oxirida nima bor? Ayollikning nuni bor. Endi biz buningga tashdiqliq ta'kidning nunini kirmoqchi bo'lsak, alif birini akib bo'lgandan keyin akiramiz. Nima bo'ladi? Yaktubnan ne bo'ladi? Yaktubnan ne bo'ladi? Bunun buyruq shaklida shunda, uktubna shunda o ayollik shakli. Uktubnan ne. Demek ayollikning nuni bilan tashdiqliq ta'kidning nuni bevosita bir yerga kelmaydi. Cho'qim uni o'tirg'a alif, ayirg'ich alif kelishdi. Endi biz fe'l mudori'ni ta'kidlash vojib bo'ladigan, ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan, ta'kidlash cheklanadigan o'rin bor dedik. Fe'l amrini mutlaq cheklagili bo'ladi dedik. Fe'l modini mutlaq cheklagili bo'lmaydi dedik. Endi fe'l modini mutlaq cheklagili bo'lmaydi ekan. Gap tugidi. Fe'l amrini mutlaq ta'kidlagili bo'ldi ekan. Fe'l modini mutlaq ta'kidlagili bo'lmaydi ekan, fe'l amrini mutlaq ta'kidlagili bo'ldi ekan. Buningda mi gap tugidi? Ya'ni ta'kidlab olsak bo'ladi. Uktubni, uktubanna. Shundaqo, xalqqa ta'kidlasak bo'ladi. Endi mudori'ni ta'kidlash vojib bo'ladigan, ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan, ta'kidlash cheklanadigan yeri bor. U qaysi deganda, birinchidan mudori'ni nun bilan ta'kidlash vojib bo'ladigan o'rin. Birinchidan, agar qasamning javobi bo'lib qolsa, fe'l mudori qasamning javobi bo'lib qolsa va lamul qasam urishib kelgan bo'lsa va jumla bo'lishliq bo'lgan bo'lsa va kelgusi zamonni bildirgan bo'lsa vojib bo'ladi. Mana shu 4 shart hozirlansa fe'l mudori'ni ta'kidlashni bo'ladi, vojib bo'ladi. Masalan, tallahi la akidanna asnamakum. Endi bu yerdagi la akidanna asnamakum degandagi akidan naqada qilib ta'kidlandi. Bu yerda ta'kidlash vojib. Nima uchun? Birinchidan bu yerdagi fe'l mudori qasamning javobi bo'lib tushdi. Alloh bilan qasam, shundaqo, qasamningki javobi bo'lib tushdi. Ikkinchidan bu javobli qasamga lamul qasamchi urishib keldi. Uchinchidan bu javobli qasam bo'lishliq. To'rtinchidan bu javobli qasam kelgusi zamonda bo'ldi. Demak, mush 4 shart hozirlanib qolsa, fe'l mudori'ni ta'kidlash vojib bo'ladi. Endi ta'kidlashni, fe'l mudori'ni ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan o'rin, nun bilan ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan o'rin. Birinchisi, idza waqa'a ba'da adatin min adawat talab. Talab vositalaridan birasining keyin qolsa. Talab vositalaridan birasining keyin qolsa. Demak, bu vaqt ta'kidlasak bo'ladi. Masalan, ijtahidanna shundaqo. Ijtahidanna demak talabdan keyin keldi. Ya'ni talab kelib qolsa. La taksalanna demak nahiding. Talab deganimiz endi buyruqni o'z ichiga oladi, nahini o'z ichiga oladi. Ya'ni istifhomni o'z ichiga oladi. Demak, bu yerda fe'l mudori talab bo'lib qolsa degani nahiy bo'lib qolsa, amr bo'lib qolsa, istifhom bo'lib qolsa. Ijtahidanna deganga o'xshagan, chunki fe'l amr degandan asl kelib chiqish nadi fe'l mudori. La taksalanna demak bu yerda la degan nahiydan keldi, bu to'g'ri. Uni ta'kidlamasak ham bo'ladi, ta'kidlasak ham bo'ladi. Atabahatanna an at-tafawwuq qozonishni izlayapmisiz? Bu yerdagi istifhom bilan kelgan vaqtda ta'kidlasak bo'ladi. To'rtinchisi laytaka tajidanna. Kashki bir topgan bo'lsangiz. Ya'ni bu yerdagi bu tamannimi uchun o'xshashlar talabni qatori. La'allaka tafuz. La'allaka tafuzanna. Demak, bu yerdagi bu talabdan keyin kelganlik uchun, ya'ni bu tarajji va tamannini talab ketadi. Va al-arazdan keyin kelsa deymiz, araz.
Ala tazurannal madarisal vataniye talaba bir taklif. Araz deganimiz taklifni ko'rsatadi. Ya'ni yerlik maktablarni bir ziyorat qilgan bo'lsangiz, ala tazuranna taklif bo'ladi. Hal tanzilanna indana bizning qashimizga bir tushamiz dediki, hal degan istifhomdan keyin kelsa. Demak, talab vositalaridan biridan keyin kelsa fe'l mudori'ni ta'kidlash to'g'ri. Talab vositalarimiz buyruq, nahi, nafi, tamanni, tarajji, arazni o'siydi. Araz deganimiz qaysi? Tek. Endi birinchidan fe'l mudori'ni ta'kidlash to'g'ri bo'lgan o'rin birinchidan talab vositalaridan keyin kelsa, ikkinchidan idza kana masbuqan bi imma shartiyya. Agar imma shartiyya bilan ilgari olgan bo'lsa. Masalan, fa imma yanzaghannaka. Imma shartiyya qanday olganmiz? Ilgari oldi, fe'l mudori'dan ilgari. Bunda vaqtcha ta'kidlasak bo'ladi. Uchinchisi, agar la va lam bilan nafi olgan bo'lsa, fe'l mudori bu vaqtda ta'kidlasak bo'ladi. Masalan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu. La tusibada tusibu degan fe'l la degan nafidan nahi bilan nafi qilindi. Shuning uchun bu yerda ta'kidlasak bo'ladi. Lam bilan ta'kidlansin bo'ladi. Masalan, lam bilan kelgan vaqtda ta'kidlansin bo'ladi. Yahsabuhul jahilu ma lam ya'laman shay'an. degan bu jumladami? Yahsabuhul jahilu ma lam ya'lamanna shay'an. Lam ya'lamanna. Ma lam ya'lamanna. Degan nun chiqibdi. Ma lam ya'lamanna shay'an deymiz. Shayxni bilmagan odam uni nima deb o'ylab qoldi? Bilimsiz deb o'ylab qoladi. O'ylaydi. Lam ya'lamanna shay'an. Demak, la bilan yoki lam bilan nafi kelgan vaqtda uni qanday qilsak bo'ladi? Ta'kidlasak bo'ladi. Mana bu ta'kidning nuniningki fe'l bilan bo'lgan qoidalari. Ya'ni fe'l modi mutlaq ta'kidlanmaydi. Fe'l amri mutlaq ta'kidlanadi. Ya'ni ta'kidlasak bo'ladi. Fe'l mudori'ni ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan, ta'kidlash vojib bo'ladigan, ta'kidlash cheklanadigan o'rin. Endi bu ta'kidlash cheklanadigan o'rin qaysi deganda إذا فقد شرط من شروط الوجوب أو الجواز يمتنع توكيده. Endi biz yuqorida ta'kidlash vojib bo'lgan o'rinni so'zdik, uning shartlarini so'zdik. Endi ta'kidlash to'g'ri bo'lgan o'rinni so'zdik. U qaysi? Talab vositalaridan keyin kelsa, imma shartiga ilgari kelgan bo'lsa, la va lam bilan nafi qilingan bo'lsa, ta'kidlash to'g'ri. Endi mushu shartlarga tushmagan bo'lsa, ta'kidlash xato. Endi نون التوكيد الخفيفة لا تدخل في التثنية ولا في جمع المؤنث. İsmimiz bo'lishi kerakki, yengil ta'kidning nuni, ya'ni sokinlik ta'kidning nuni ikkilikka va oyonlikka kirmaydi. Bu bir qoida. Uni akirgili bo'lmaydi. Unda bo'lsa, o'qituvchilar, bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Buni oxirida ko'nikmasi berilgan. Ko'nikmasi o'zlashtirisizlar. Masalan deydi, "Da' makanan nuqat fi ma ya'ti al-fi'l al-munasib mimma bayna al-qawsayn." Tirnoqning ichidan munosib fe'lni tuandagi chikit bavuriga qo'ying deydi. Masalan, "Vallohi lan aghfala" damduq aghfalanna damduq. Ikkilisini desak to'g'rimi? Ikkilisini desak to'g'ri. "Vallohi lan aghfala" deb ta'kidlama akasakmi to'g'ri. "Aghfalanna" deb akasak to'g'rimi xato? Bu to'g'ri emas. Chunki bu yerda lam yoki bu to'g'rimi xato desa, bu to'g'ri. Mishqa vallohi deb bu yerda qasamning nima bo'ldi? Vallohi lan aghfalanna an huququl vatan. Endi bu yerda aghfala deb aklandik, aghfalan deb aklandik. Biz nimga fe'l mudori'ni ta'kidlash vojib bo'lgan o'rinda o qasamninki javob bo'lib kelib, qasamninki lami ulashgan bo'lish kerak va jumlachi musbat bo'lish kerak. Bu shartlarga tushadimi, tushmaydi? Shu bo'yicha o'zanglashdaysiz. Qolganini shu bo'yicha o'zanglamas qiladigan fe'lni qo'ysizlar. Agar ikkili xil yo'l to'g'ri bo'lsa, qanday vaqtda ikkili xil yo'l to'g'ri bo'ldi? Fe'l mudori'ni ta'kidlash to'g'ri bo'lgan, javoz yo'liga asosan bo'lganda. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning An-Nahul Muyassar degan bu kitobimiz bu yerda oyoqlashdi. Inshaalloh kelar kitobimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.